qanaqa yangi darvozalar chiqdi? Darvozalarda narxida o'zgarishlar bo'pti, ha? Narxida, fasonlarda ham o'zgarishlar bo'lgan, yangiliklar bo'lgan. Hozir videoni o'tkazmasa diqqat bilan tomosha qilib tursanglar, albatta to'liq ma'lumotini berib o'tamiz. Razmeri, umumiy uyingizga qanchaga borib o'rnaydi, hammasini tanishtirib ko'rsatib o'tib boraveramiz. Hozirgi kundagi chiqayotgan nima deydi, отпечаткали, o'zida kamerasi bor, ha? Shunaqa zamoklar ham chiqib ketyapti. O'shalarni ham o'rnatib beraveramiz. Bu zamoklarni 500 ming, 400 ming so'mgacha o'zimiz yonimizda qilib o'rnatib beraveramiz. O'sha siz aytgan отпечаткалигimiz $200, 2 million so'm atrofida chiqadi. Unikini razницасini berishsa, undan ham ustunroq qilib beraveramiz. Buni 1 kvadrat metr 1 million 200 ming so'mdan mana shu общий summasi 18 million 700 ming so'mga to'g'ri keladi. Obiri, ustunovkalari hammasi ichida. Meri 3,5 metrga 3,5 metr, общий ko'rinishda 14 million 700 ming so'mga to'g'ri keladi summasi. Ana bo'lmasa 14 million 700 ming so'mga darvozani qaranglar, chiroyligini. Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistonga tamojnigacha olib berib beramiz. O'zimiz misol Tojikistonga ham zakasimiz bor. Tamojnigacha yetkazamiz, ag'ol o'tib ketib olishadi. Ozmoz rasxotini bersa, o'tib o'rnatib ham beraveramiz. O'rnatib ham berilaveradi. To'la mana orqasini ko'ringlar, bir qavatli orqasi qanaqa bo'ladi deganlarga mana orqasi mana shu ko'rinishda bo'ladi. Haqiqiy hamyonbop darvozalar mana. Mana bu tomonda o'rtoqlar hammasi mana o'ta ham arzon, shu hamyonbop darvozalarimiz. Pitchigi nechi bo'ldi bu? Bo'yiga 3, eniga 3,5. 3 ga 3,5 ekan. 1 kvadrat metri 550 ming so'mdan to'g'ri keladi buni. 5 million 700 ming so'mga shu ko'rinishda to'g'ri kelgan. 5 million 700 ming so'mga borib o'rnaydi. Oborib ustunovka qilib beramiz. Tagida roliklar bo'ladi. Gladkini ustida borib kelib yurib ochiladi. Bunga bitta motor qo'yamiz. Surmasi pultdan o'chib yopadigan qilamiz. Pultli qilib berasizlarmi? Shunaqa. Gap yo'q. Ana o'rtoqlar. Narx-navosini ham sifatida kamchiligi bo'lsa ham darvoza menga qo'layroq zakaz qilishadi. Agar darvoza yo'qmadi, falonchinikidan sifatida kam joyi bor ekan desa, darvoza menga qolaveradi. Pullarni qaytarib beraman. Demak, darvozaga garantiya bor. Garantiya, sifatiga ham, boshqasiga ham bemalol gapiraveramiz. Gap yo'q. Hijolatchiligi. Qo'llaringiz dard ko'rmasin, xudo xolasa el-yurt xizmatidan charchamanglar, xudo xolasa bundan-da yangi fasondagi darvozalarni kutib qolamiz. Barchaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar va bizni muntazam kuzatib kelayotgan aziz obunachilarimiz. Darvoza o'rnataman deb ikkilanib turgan aka-uka, opa-singillarimiz diqqatiga mana sizlar uchun 2025-yilda yangi chiqqan fason darvozalarimizni hozir ko'rsatganimiz Namanganlik Qo'ligul Hoshimjonni ustaxonalariga keldik. Assalomu alaykum. Charchamasdan jimsiz. Ishlar yaxshimi? Rahmat, Donishmur. Xo'sh, 2025-yilda yangi fasondagi darvozalarimiz tayyor bo'ldi deyshodi. Uchib kelaverdik. Xudo xolasa obunachilarga ham buni bir ko'rsataylik. Qanaqa yangi darvozalar chiqdi? Darvozalarda narxida o'zgarishlar bo'pti, ha? Narxida, fasonlarda ham o'zgarishlar bo'lgan, yangiliklar bo'lgan. Hozir videoni o'tkazmasa diqqat bilan tomosha qilib tursanglar, albatta to'liq ma'lumotini berib o'tamiz. Razmeri, umumiy uyingizga qanchaga borib o'rnaydi, hammasini tanishtirib ko'rsatib o'tib boraveramiz, ha? Xo'p, qaysi biridan boshlaymiz endi usta? Mana shundan boshlaymiz. Samarqand fasondan boshlayveramiz. O'rtoqlar, bu yerda asli 1000 xildan ortiq darvozalarimizning fasonlari bor. Endi hozir sizlarga shu yildagi trendda bo'layotgan darvozalarimizni ko'rsatib boraveramiz. Shu fasonlarimiz bor, katalogdan tashlab beramiz, boshqa fasonlarimiz ham bor. Ko'rsatib bemalol, tayyorni bir ko'rsatib o'taylik. Bu Samarqand fasonidagi darvozamiz. O'sha Leslie ruchnoy работа deydi. Bu darvozamiz razmerlari 4 metrga 4 metr bo'lgan. 4 ga 4 ekan-da. 4 ga 4 bo'lgan. Tahiyali, tepadan pastga ochiladi. Ikkita qanot splashlar o'sha tahiyasigacha ochiladi. Materiallarga keladigan bo'lsak, kesaklar, shivellar, profillari 6 ga 4 profilli qalinida bo'lgan. Shivellar ham but-butuna, ulog'i, nimalari yo'q-a? Fonda butun solganmiz shivellar ham. Lislari qalinligi 2 lis. Mana bunaqa riflonga toshli lislarni qo'yganmiz. Orasiga stiglavata qilib qo'yganmiz, shumka qilib. Ovoz yo'q, ha? Mana. O'rtoqlar, bu Samarqand fason darvozamiz juda ko'pchilik bu qancha bo'ldi chiqqaniga bu? Qancha yildan beri trendda? 3-4 yil, 5-4 yildan beri trendda. 5-4 yildan beri hozirgacha. Hali ham nima deydi, trendda tushgan yo'q bu darvozamiz. Reklamamizda bittadan, ikkitadan bo'ladi doim, ha? Xo'p, bu ham zakazga tayyorlangan darvozalarimiz, ha, hammasi. Zakazga tayyorlaganmiz buni. Biz o'zimiz Namanganga bu. Xo'sh, bu 4 metrga 4 metr. Bu darvozamiz narxlarini ham aytib o'tamiz. 1 kvadrat metri 1 million 250 ming so'mdan 1 million 400 ming so'mgacha chiqadi. Bu 1 million 400 ming so'mlik eng full varianti. Buni o'z beznelichka
variantida bu yonida nalichkasi bo'ladi, bilasiz. Mana yonida nalichkalari ham bo'ladi. Santimetrli nalichka ham qilib beramiz. Endi bu darvozamizni egalari nalichka bo'lmasin deganlarga shu holatda yasab berdik, bez nalichka qilib. Uy egasini istak xohishiga qarab yasab berilaveradi. Shunaqa. Eng full variantda bo'lgan Zuber zamoklarni qo'yganmiz. Mana yaqindan ham bitta ko'rsatib qo'y, o'rtoqlar, mana zamok ham original, Zuber zamoklar. Yaxshisi. Hozirgi kunda ko'ryapsiz, zamon rivojlanyapti. Nima deydi, zamoklarda ham haligi nima deydi, hozirgi kundagi chiqayotgan nima deydi, отпечаткали, o'zida kamerasi bor, shunaqa zamoklar ham chiqib ketyapti. O'shalarni ham o'rnatib bera olamiz. Bu zamoklarni 500 ming 400 ming so'mgacha o'zimiz yonimizda qilib o'rnatib beramiz. O'sha siz aytgan отпечаткалигimiz $200, 2 million so'm atrofida chiqadi. Unikini razницасini berishsa, undan ham ustunroq qilib beramiz. U narxi boshqada uni. Narx qimmatroqning hisobiga oz-moz raznica bo'ladi, berishsa qilib beramiz. Bu darvozamizni yaqinroq kelib ko'rsangiz bo'ladi. Mana sifatlarini, choklarini Germetex degan narsa bo'ladi, bilasiz, sepmaganmiz. Buni silliqqa ishlab qo'yilgan. Ko'ringlar mana. Kovlini gullarni qo'yganmiz. Gullarni bemalol yechib olsa bo'lar ekan-a? Samirezli qilib qo'yganmiz. O'sha mo'yka qilganda bitta samirez. Yuvganda ham o'rtoqlar atverka bilan yechiladi. 3 ta samirezning 4 tami samirez bo'lgan. Shuni bo'shatib turib va olib yuvib tepasidangacha ponni bo'shatib qo'yib qo'yganmiz. Yechib qo'ysa bo'laveradi. Ana. Juda ko'pchilik shunga ham e'tibor berishadi-da, chang bo'lsa buni yuvishga qiydalasan degan xayolga borishadi. Keyin bitta narsani aytamiz, Germetex degan narsa bor. Germetex sepadigan bo'lsa, narxi 50 ming so'mdan arzonlar. Nimaga desangiz, shu holatda deylik 5 kun 1 hafta mehnat qilib kraskaga tayyorlasa, Germetex sepsa 2 kun 3 kunda darvoza bitadi kraskasi. O'shaning hisobiga vaqtida yutamiz 50 ming so'mdan. Tezroq bitadi darvoza. 50 ming so'mdan o'tib beramiz. Xo'p, kraskalari ziyoni yo'q-a uni? Kraskalar ziyoni yo'q. Banishni kraska sepamiz. Germetex sepsak ham sepmasak ham o'sha banishni kraska gruntovka bilan sepib beramiz. Xudo xolisa ko'ngildagi natural chiqadi. Buni ham egalariga biz Telegramda videolarni tashlab, suvarka bo'lgan jarayonini, kraskagacha bo'lgan polni nimasi bo'lsa tashlaganmiz. Kraskaga boshlangandan keyin gruntovka, shpekulovka ishlashlarigacha hammasini video, rasmlarni qilib tashlab turishamiz. Misol uchun chetda yurgan yurtdoshlarimiz shodan turib ham zakaz berishadi-da ko'pchilik. Shunaqa. Shuning uchun o'rtoqlar bemalol mana bu yerdan beraverasizlar, rasm, videolarni tashlab turishadi, misol o'rnagingacha. Kelib tekshirib olish olmadi-yu, polni video orqali ko'rib turishaveradi. Bu darvozamizda общий summasi 22 million 400 ming bo'lgan, 1 kvadrat metri 1 million 400 ming so'mdan to'g'ri keladi shunda. 27 million 400 ming so'm. 22 million 400 ming. 22 million, 22 million o'rtoqlar mana. Yaxshi, lekin bu borib o'rnashi bilan. Borib o'rnashi ustunovkalari bilan. Borib o'rnatish bilan. Tepalarini ham o'sha lazerli gullar qilib qo'yganmiz. Havo skvazna bo'lib turishi uchun. Gap yo'q, zo'r. Buni xolasa bekitib ham berilaveradi. Bekitib beramiz. O'zi bu holatda orqasiga oyna yopishtirgani xod qilib ketganmiz. Oyna sovilsa ham bo'laveradi. Zo'r. Buni arzonroq varianti. Arzonroq varianti. Nimalar o'zgaradi unda? Material ozmoz farqi bo'ladi, lekin xizmati bir xil bo'ladi. Xizmati bir xil. Aloqaga chiqsa, ponni hammasini tushuntirib o'tamiz. Misol, arzonroq qilib qo'ysa, material parashlab ketib qolib, xizmat pasayib ketib qolib, uni holat bo'lmaydi. Bu nima xizmat qilsa, bir xil xizmat qilaveradi o'sha desa. Hammasi bo'laveradi. Yaxshi. O'rtoqlar, mana bu darvozamiz to'liq ma'lumotni aytib o'tdik. Endi yangi fasonlarimiz. Bu afsona fason deylarmidi buni? High-tech deydi buni. High-tech, Bu ham ja moda bo'lib, ommabop bo'lib ketgan darvozalardan bittasi. Rosa trendga chiqdi shu bu yil, Buni zo'r joyi borki, 1 million 400, 1 million 600 ming so'mgacha yasaganmiz. 3 qavatligini 1 million 600, 2 qavatligi 1 million 400. Hozir buni ko'rgan odam o'sha 1 million 400 ming so'mlik variant deb o'ylashi mumkin, lekin bu unaqa emas. 1 million 200 ming so'mlik variant. 1 qavat 1 million 200 mingmi? Bir qavat holatda chiqqan. Ko'pchilik qavat qilib yassa ham bo'lar ekanda, demak. Bo'ladi. Ko'rinishida o'sha 2 qavat. Ko'rinishi o'rtoqlar, bu o'sha qalin 2 qavatli darvozani shunaqa. Xizmati ham shunaqa. Xizmati ham bir xil, ko'rinishi ham o'sha tashqarida qarasangiz o'sha 2 qavat, 3 qavatli qanaqa bo'lgan bo'lsa bir xil chiqqan. Endi ko'pchilik o'ylashadi, narxini arzonlatsa yo bir qavat qilsa, ana ularning xizmatini qilmasligi mumkin deb o'ylashadi-da, lekin o'sha 1 million 400, 1 million 600 ming so'mlik bilan xizmati birga bir. Bir xil. Materiallari ham garantiya o'zgarmaydi. O'zgarmaydi. So'ng kraskalari ham o'sha banishni kraska. Mana qora joylarini ham o'sha Gentraning qora kraskasidan sepib qo'yganmiz. Originaldan. Mashinaga sepiladigan kraska sepilgan. Prosto narsa ishlamagan. O'rtoqlar, qaranglar, yaltiraydi. Bitta haligi nima deydi?
Ertalab ishga Shpak haligi nima deydi? Mashinaga surkardi. shunaqa. Shpaglovka. Yo'q. Polirovka. Padirovka qilib qo'ysa yana ham yaltirab, Shunaqa, oynaga bo'lib qolar ekanda. Ertalab kichikkandan bitta qarasida ishga chiqib ketaverasiz. Soch taraf ketilaveradi. Shunaqa. O'zi bu nerjivekalari ham bir boshqacha Bir-biriga moslab. Buni qaranglar. Juda ko'pchilik hozir uyini o'rtoqlar tunika fon qilishyapti. Tunika fonga juda mos keladi-da bu. Yaltirab, Shunaqa. nima deydi? Haligi Buni ham yana ham ochadi. shunaqa. Buni ham fonda mana bu dillalarni ustunida zavodskiy qilib igdirib chiqib, bir-biriga terib chiqqanmiz. Choklari yo'q bu joyda zavodskiy. Ha, o'rtoqlar mana buni bu joylar hammasi bukilgan. Choki bitta joyda tepasida bo'ladi, qolgan hamma joyi zavodskiy bilan. O'rtoqlar mana ishini sifatini ko'ringlar. Yaqindan ham ko'rsatib qo'yay mana. Mana ular ham, shular ham mustahkam, baquvvat bo'lgan. Eshigi yonida bo'lgan ekan. Eshigi ko'chadan kelganda o'ng tomonda bo'lgan. Xohlasa ichidan qilib beraveramiz. Bu joydan o'ngda yo'q, chapda o'chilaveradi. 2 qanot qilib qilsa ham bo'ladi. 3 qanot qilib qilsa ham bo'ladi. Ichiga necha bo'ldi endi bu? Bu bo'yiga 390, eniga 4 metr. Eniga 4 metr, ha? Bu ham tagi yoni shivellar, ha? Ikkita yon taglari shivellar. Mana, ko'ringlar o'rtoqlar. Butun shivellar. Mana orqasini ko'rsatsak bo'ladimi? Mana o'rtoqlar orqasi qanaqa bo'ladi deganlarga orqalarini ham ko'rishingiz mumkin. Buni 1 kvadrat metr 1 million 200 ming so'mdan mana shu общий summasi 18 million 700 ming so'mga to'g'ri keladi. Oborib, ustanovkalari hammasi ichida. Mana shu darvozamiz o'rtoqlar. Bu 2 qavat bo'lganda qanchaga bo'lardi bu? 2 qavat bo'lganda 20 million so'mdan o'tib ketardi. 20 milliondan o'tib ketadi. O'rtoqlar qaranglar farqi mana. Lekin o'shani xizmatini qilaveradi-a bu ham. Shunaqa 200 ming so'mdan 1 kvadrat metrda 200 ming so'mdan farq qilganda, farq qilyapti. 200 ming so'mdan arzon chiqqan 1 kvadrat metrda bemalol o'rnatsa bo'ladi. O'sha 1 million 400 ming so'mlik darvozani xizmatini birga bir qilib beradi garantiyasi bilan. Birga bir qilib beraveradi. Gap yo'q. Shu darvozaxonangizni razmerini shuni aytsanglar, shunday o'lchab, o'zi kvadratiga chiqarib, narxini ham chiqarib berilaveradi. Shunaqa. Buni bir qavatini ham ko'pchilik so'rashgan. Buni mana bularni ham bir qavatini biz qilmaganmiz. Faqat 2 qavat qilganmiz. Bular Xudo xolisa boshlanishi hamyonbop bo'lgan. Endi bundan boriga bir qavat deganligi bir qavat ham yasab olib beramiz. Gap yo'q. O'rtoqlar mana bemalol buyurtmani beraversa, mana shu fasol ham menga juda yoqdi lekin. Lekin eng yoqqani menga mana bu bo'ldi lekin hammasidan ham ko'ra. 2025-yil yangilik fasollaridan bittasi bu. Buni qaranglar, buni go'zalligini, buni haqiqiy menimcha uncha uyda ochib yuboradi lekin bu darvozadan reklamaga qildik. Chiqmasdan turib sheydan bitta ikkitasini sotib ustanovka ham qilib berganmiz. Hali reklamaga chiqmasdan turib sheyda o'zida. Shey o'zida sotib ustanovka qilib berganmiz. Hali tarqab ham ulgurmagan bu narsalar. Endi keyin moda bo'lib. Mana 2025-yilda hali hech kimda o'rnamagan darvozamiz. Bu darvozamiz ham razmerlari eniga 3,5 metr, balandligi ham 3,5 metr. Tahiyasi bor 60 sm joyida. Uni ham orqasiga oyna soladigan qilib qo'yganmiz. Agar skvoznoy ma'qul kelmasa, oyna solishsa ham bo'ladi. Je bo'lmasa biz listda bekitib ham beraveramiz. Bekitib berdingizsa. Oynak solib qo'ysa ham bo'laveradi. Shunaqa, ko'chadan kelganda eshigi o'ng tomonda bo'lgan, darvozalar ponni ichkariga ochiladi. Avtomobil uchun mana bunisi mashina kirganda, postoyanniy mashina kirganda ochib yopishaveradi. Buni ham o'sha gruntovkalar sepilgan, kraskalari banishniy toza kraska. Qo'yil, lekin dizayni original narsalar ishlagan bunga. Dizayni zo'r chiqibdi lekin, mana qaranglar, mana yarashgani, buni ranglar bir-biriga juda pastvet tushgan ekanda, hammasi bir-biriga. Bunikini ham o'sha, misol narxini arzon qilib chiqargan bo'lsak ham, o'sha original materiallarni, kraskalarni hammasini joy-joyiga qo'yib ishlatganmiz. Xizmat yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Buni kvadrati necha puldan? Buniki ham 1 million 200 ming so'mdan. Buniki ham 1 million 200 ming so'mdan. Lekin darvozani ko'rsangiz 1 million 200 ming so'mga darvozaga o'xshamaydi. Darvozaga o'xshamaydi. Kamida 1 million 1,5 million shunaqa atrofida. Shunaqa listlari o'sha 1.8 2 list. Qaysi listimiz bo'lsa, sifat yaxshi listi bo'lsa beramiz. Xo'p, razmeri necha edi buni? Razmeri 3,5 metrga 3,5 metr. Общий ko'rinishda 14 million 700 ming so'mga to'g'ri keladi. Summasi. Ana bo'lmasa o'rtoqlar, 14 million 700 ming so'mga darvozani qaranglar, chiroyliligini. Xo'p, buni 2 qavat qilib yasasak ham bo'ladi. 2 qavat qiladigan bo'lsa, buniki ham 1 million 400 ming so'mga 200 mingdan qo'shiladi kvadratiga. Shu oralarni, shumkalarni qilib 2 qavat qilib yasab beramiz. Bo'ldi, ana o'rtoqlar, xohlaganlarga 2 qavatli deganlarga 2 qavatli qilib ham yasab ham berishaveradi. Mashina ham bir orqa oldi bir xil qilsa bo'lmaydimi? Bo'ladi bir xil, bo'ladimi? Shunaqa. Ana, xohlasanglar o'rtoqlar orqa oldi mana shu bir xil ham qilib berishaveradi usta akalarimiz. Mana shu oldi qanday bo'lsa, orqa ham xuddi shunaqa bo'laveradi. Shunaqa bo'ladi. Misol narx unaqa o'shishicha ko'tarilib ketmaydi. Narx o'zgaradi. Bir xil bo'lsa, o'zgaradi. O'shicha narx qo'yib yubormaymiz.
Ha, ozgina mehnatimizga qo'yamiz, ketgan materialni o'ziga razniца qiladi, bo'ladi. Misol 1 million 200 ming bo'lsa, orqa oldiga ham o'shancha summa qo'shiladimi, unaqa emas. Arzimagan summa qo'shiladi. Orqa oldi bir xil bo'ladi. Oldi ko'rinish qanaqa bo'lgan bo'lsa, orqa ko'rinishda ham bir xil bo'ladi. Gap yo'q. O'rtalamani bemalol buyurtmani beraverasizlar. Sizlarga mana shu darvozalarimiz qaysi biri yoqqan bo'lsa, shunda videoni pauza qilib turib, bitta skrinshot qilib, mana usta akamizning pastda nomerlari turibdi. Shunga mana shu darvozadan menga kerak deb shuni yozsanglar, olib borib yasab o'rnatib berilaveradi. Shu darvozalar bor deylik, bizda yo'q fasollar bo'ladigan bo'lsa, biz endi yasamaganmiz deylik, bu yerga tayyor chiqmagan reklamaga tashlab beramiz. Ma'qul kelsa boshqa fasollarni ham qilib beramiz. O'zlarida bo'lsa, fasolining daxli yo'q. Libo darvozani yasab beramiz. Yasab berilaveradi. Misol uchun darvozani qaysi tomonga ochilishini farqi yo'q, ha? Farqi yo'q. Tashqariga, ichkariga. Xohlasa tashqariga, yonga, xohlasa tepaga ham ochiladigan qilib beraveramizmi? Qilib beramiz liboni. Gap yo'q. Yonga ochiladigan darvozalarni ham qilib beraveramiz. Qilib beramiz. Shu mana tomonda bitta qo'yib qo'yganmiz, uni ham ko'rsatib o'tamiz. Shu yonga ochiladigandan. Ha, yonga ochiladigan darvozamiz ham bor. Hozir ham ko'rsatamiz. Endi bu darvozani ham birinchisi ko'pchilik so'ragan mendan 1 million 400 ming so'mdan darvoza menga qimmatli qilibdi, orzuroq yasab bering bir qavat qilib deganda men yasab bermaganman. Bir qavatini yasamaganimiz uchun endi bir qavatligi ham chiqdi xudo xohlasa. Qildilar, voy, gap bo'lishi mumkin emas. Bu ham bir qavatlimi? Bir qavat bu ham. O'rtoqlar, turishini qaranglar buni. Qimmat darvozani ko'rinishini berib turibdi o'rtoqlar. Buni nech pul buni kvadrati? Buniki ham 1 million 200 ming so'mdan chiqadi. 1 million 200 mingdan bu ham. Shunaqa. Xizmatda o'sha 1 million 400 ming so'm bilan birga bir xizmat qiladi. Birga bir qilaveradi. Aytdim-ku, orzulasa xizmat pasayib ketadimi, material parashlab ketadimi? Yo'q. Farqi yo'q. Shu qimmat darvozani nima qilgan bo'lsa, bu ham o'shani qiladi. Bir qavat, bir tomon, bir qavatligi, lekin ko'rinish o'sha tashqi ko'rinish ana shuni beraveradi. Buni ham xizmati bemalol o'rtoqlar. Taglari shiveller, buniki ham ko'rib turibsizlar, yonlari, listlari 1.8 dan bo'lgan. Listlar 2li ishlagan. Endi ikkiligimi biz qo'limizda bor listkada ba'zisiga 1.8 ishlagan, ko'piga 2li list ishlagan. List ham har xil holatda kelib qolibdi-da. Ko'ramiz, tekshirib olamiz. Qaysi biri zo'r sifatli chiqqan bo'lsa, o'shani olamiz. Misol 2li list bilan 1.8 list turgan bo'lsa, 1.8 sifati yaxshi bo'lsa, 1.8 olamiz. Bizga sifat kerak, klientga yo'q kerak. Tak, to'g'ri. Sifatli bu darvozamizni bo'yiga 3.5, eniga 3.80 bo'lgan darvoza. Addenli kalitga bo'lgan bu ham. Bu avtomobil uchun addenli. 1 kvadrat metri 1 million 200 ming so'mdan to'g'ri keladi. Opish summada 15 million 900 ming so'mga to'g'ri keladi. 15 million 900 ming so'mga o'rtoqlar qilib beramiz. O'zbekistonning qaysi burchagidan bo'lishidan qat'iy nazar, olib borib o'rnatib berish xizmatlari Xorazm, Qoraqalpog'iston tomonlarga o'ylargacha dastavka qilib yetkazib beramiz. Sabab u joyga 1-2 kungacha qolgan darvozalarimizga uspet qilmay qolyapti-da. Agar vaqtimiz bo'lsa, olib o'rnatib beramiz degan. Ikkita joyga dastavka qilib beramiz, qolgan hamma joyga. O'sha davlatlarga ham u joylargacha misol Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistonga tamojnigacha olib berib beramiz. O'zi misol Tojikistonga ham zakasimiz bor. Tamojnigacha yetkazamiz, ag'ol o'tib o'lchadi. Ozmoz rasxotini bersa, o'tib o'rnatib ham beramiz. O'rnatib ham berilaveradi. Shunaqa. Gap yo'q, lekin rangi bor-ku. Вообще ajoyib rang bo'pti. Shunaqa endi bularni podbor qilib tayyorlaymiz. O'sha banishni kraska, ponna, mana bu stanoyi. Lekin o'rtoqlar, rang bor, rang. Bu kamera unchalik olib bera olmayapti, lekin buni jivoy ko'rsangiz, bu rang umuman bir boshqacha. Mana zavodskiy qilib egdirilganda ponna, mana raqlardan ko'rsatsangiz bo'ladi. Zang chiqib to'kilib ketib qolib boshqa bo'lmaydi. Xizmat zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Ko'ringlar, stanoda egdirilgan. Mana bu kichkina detallargacha, kichkina profilchalargacha qalinida ishlatilgan. Qalin ishlagan, o'sha ikkita yontagi shiveller bo'lgan. Yaxshi, zo'r. Ketdik navbatdagi darvoza. Navbatdagisi afsona fason darvozamizga ozgina o'zgarish kiritib qo'yganmiz. Mana buni ham ko'ringlar. Mana taglarda taroqlar bo'ladi, bilsangiz, taroqlarni yo'qotib, o'sha egalariga o'sha joy yo'qmagan ekan. Boshqacharoq holatda qilib dila qilib egib chiqarib berganmiz. Ruchkasi bor. Ruchkasini endi ustonovka qilamiz o'rnatganda. Bu darvozamiz ham eniga 3.5, balandligiga 3.5. Ikkita qanot splashni o'chiladi. O'sha kesaklar 2 yontagi shiveller, 6 ko'tor profillarni qalinidan ishlagan, zamonlar o'sha high-tech zamok. Bu ham shiveller yonlari, shiveller. Nerjivekalardan foydalanganmiz. Mana shiveller, tagi ham shiveller o'rtoqlar mana. Tagi mana bular ham bukilgan bunda ham hammasi. Bunda zavodskiy qilib egilgan. Bunda çok deyarli bir 70% zavodskiy bo'lib bitganda. Çok pashti yo'q, to'rtburchak arka joyi ham yo'q. Mana bu joylarda
Butchalarda cho'kib bor xolos qolgan. Hamma dilalar ham zavod. O'rtoqlar mana juda ko'pchilik darvozalar mana shu yerdan bekitmaydi, bilasizmi? Shunaqa. Mana shu ochiq qolib ketadi. Biz ponna bekitamiz. O'rtoqlar mana shu yerdan ham nima deydi, suv to'planib, nima Zang chiqarib. zang chiqaraveradi. Bular mana ko'ryapsizlar, hattoki mana shu joylarigacha e'tibor berilgan. Mana bu joylar ko'pchilikmi tagini ham bekitmaydi mana shuni. Shunaqa. Endi ozgina mehnat talab qiladi. Keyinchalikni ham biz o'ylab qo'yamiz xizmat qilishini ham. To'g'ri. O'rtoqlar shu mayda nima deydi, ozgina shu mayda detallariga ham hattoki e'tibor berish kerak. Buni ham narxi qolgan darvozalarimiz bilan bir xil chiqqan. 1 million 200 ming so'mdan 1 kvadrat metr to'g'ri keladi. 14 million 700 ming so'mga obori o'rnatib beramiz. Menga 2 qavat bo'lsin deganlarga orqasini ham tekis qilib lis yopib 2 qavat qilib beramiz. Buni ham qolganlarini ham Hammasini ham. Ahamiyati Unda 200 mingdan qo'shiladi. Endi o'zi biznikilar bu safargi videolarimizda hamyonbop darvozalar to'g'ri kelib qoldi. 1 qavat, 2 qavat. Juda ko'pchilik, unda bundan oldingi videolarimizda ham ko'rsatganmiz. 2 qavatlilar juda ko'pchilik qimmat so'rashyapti-da. Misol uchun bizga ish bersin, sal arzonroq bo'lsin. Deganlarga o'rtoqlar mana bugungi videorolikimizda faqat arzon darvozalarimiz chiqyapti. Shunaqa. Hammaga ma'qul kelgan narxlari ham hamyonbop. Endi ko'pchilik darvoza o'rnatishadi, shularni menga arzon qilib ber deyishganda arzonlar chiqdi. Ana, o'rtoqlar xalqni o'ylab mana arzon darvozalar yig'ib qo'yishdi, gap yo'q. Bu ham eniga 3 metr, balandligi 3,5 metr bo'lgan darvozamiz. Listlar o'sha 1.8 yoki 2 listdan qilib beramiz. Zamoklar Zuber zamok, ikkita yon taglar shivellar, 2 qanot splashni o'chiladi. Eshigi ko'chadan kelganda o'ng tomonda to'g'ri kelgan. Materiallar o'sha profillar ham qalin bo'lgan. Mana bu 2 ga 2 profillargacha ponna qalin qo'yib berganmiz. Profillar ko'raylik, anidan yaqindan ko'rsatib buni zo'r tomoni o'rtoqlar, yuvgani ham osonda buni. Mana qaranglar, suv ham o'rnamaydi mana. Oqib tushib ketaveradi. Bu joylari ham zavodskoyda igdirib qo'yilgan chok. Bu joylarda yo'q. Mana bu chekka bilan mana tugachida bor xolos chok. Mana ponna qirralari zavodskoy. Keyin mana choklarini ham o'sha tekis qilib, boshdan singaran qilib ishlab qo'yganmiz. Zavod qilib qo'yishdilar, gap yo'q. Xo'p, buni mana shuni orqasini bu ham bir qavatli bo'lgan-a? Bir qavat bu ham. Shuni ko'rsatsangiz ham bo'laveradi. Mana o'rtoqlar, mana orqasini ko'ringlar. Bir qavatli orqasi qanaqa bo'ladi deganlarga mana orqasi mana shu ko'rinishda bo'ladi. Pashti mana shu joyiga bitta list qoplaversa 2 qavat bo'ladi. Mana shu joyi ozgina mashina kirib turadi, xolos. Shunaqa. Qolgan joyi mana bir xil mana. Sentr zamoli bo'lgan, orqa ko'rinishi xudo xolasa shu holatda chiqqan. Agar tepasini bekitib ber deysa, tepasini ham bekitib beradi. Tepasini ham bekitib berilaveradi. Mana zamoklar ham ichidan qulflanadi, bemalol mana. Shunaqa. Shuni bekitib ochilib qo'plasak bo'laveradi. Yaxshi. Xo'p, buni kvadrati ham nech puldan bo'ldi buniki? Buniki Nergeladan 100 ming so'm arzon, lekin bu ham bir qavat. Bu ham bir qavat. 1 million 100 ming so'mdan. 1 million 100 ming so'mdan. Shu 11 million 500 ming so'mga to'g'ri keladi. 11 million 500 ming so'm. 500 ming so'mga. Nechiga edi bu? Eniga 3, balandligi 3,5. 3 ga 3,5 ekanda. Shunaqa. Yaxshi. Xo'p, ketdik endi. Bundan ham arzonroq darvoza so'raganlarga mana. O'sha haqiqiy hamyonbop darvozalar mana. Mana bu tomonda o'rtoqlar, hammasi mana o'ta ham arzon, o'sha hamyonbop darvozalarimiz. Pechatli darvozamiz, listini qalinligi 1.3 bo'ladi. 1.3. Profillari o'sha 6 ga 4 profilli 1.1 list tenkasi bo'ladi. Oyog'ini tagi shivellar bo'lgan, yo'llari 8 ga 6 profilli 1.7 stenasda. O'rtoqlar. Xo'p, mana taglari, hammasini borib o'rnatganda shu 0 ga o'ltirib, shunaqa shaytonlar qo'yib o'rtoqlar 0 ga o'ltirib o'rnatib berishadi. Eshikni ochgan, yopganda ham o'sha bilinadi-da. Shunaqa. Endi buni 1.3 deganda ponna 1.3 qilamiz. Kichkina ko'zdan tortib katta ko'zi tepalargacha 1.3 qalin ishlatamiz. O'rtasini o'zi 1.3 bo'lmaydi. Ko'p joyda eshitib qolaman. Katta ko'zi 1.3 bo'ladi. Men deyli bitta darvozani 5 millionga qilib bersam 4,5 millionga qilib beraman dedi-ku. Nimaga sizda 300 ming yo'q, qanchadir qimmat desa, sabab shundan kelib chiqadi. Uni klient bilmaydi, farqiga bo'lmaydi. Kichkina joyda parashlar bilinmaydi-da. Nimaga hammamiz material bir xil ishlatamiz darvozachilar. Material bir joydan keladi, narxi bir xil chiqadi. Farqi shunda. Farqi ham shunda. Qalin parashligida. Bu nechi bo'ldi bu? Bo'yiga 3, eniga 3,5. 3 ga 3,5 ekan. 1 kvadrat metri 550 ming so'mdan to'g'ri keladi buni. 5 million 700 ming so'mga shu ko'rinishda to'g'ri kelgan. 5 million 700 ming so'mga borib o'rnaydi. Oborib ustonovka qilib beramiz. Buni yana boshqacha fasonlari ham bor-a? Fasonida misol ko'pchilik aytdi, telefon qilishadi, mana fasonni ko'rishadi, buni ko'rishadi, fasonida almashsa narxi o'zgarmaydimi deb so'rashadi. O'zgarmaydi. Qanaqa fason bo'lishidan qat'iy nazar narxi bir xil chiqadi. Pechat darvoza. Shunaqa materiali qalin parash bo'lsa, narxida farq qilish mumkin.
Lekin mana fasonlarda bemalol qaysi biri bo'lsa tanlashaveradi, narxi bir xil chiqaveradi. Bir xil chiqaveradi. Xo'p, yaxshi. Ketdik navbatdagi Buni darvozamiz. xo'sh, iniga 320, balandligiga 3,5 metr bo'lgan darvozamiz. Kesik yondorlari 8 ga 6 profilli 1.7 stenkasi bo'lgan, oyoqlarining tagi shiveller bo'ladi. Zamonlar o'sha melanor zamok. Ko'chadan kelganda eshigi o'ngda bo'lgan, ikkita qanot splashnoy tahiyasigacha ochiladi. Mana arka joyini bekitib ber deysa, bekitib ham beraveramiz, oyna soladigan ham qilib beraveramiz. Farqi yo'q. Farqi yo'q, ha. Lekin mana shu fason ham chiroyli chiqibdi, lekin mana o'rtalari bir boshqacha bir gullari bilan, ha. Samarqand Buxorolik ko'p o'rnatamiz. Mana qaranglar, mana guli zo'r ochibdi lekin mana shu. Shunaqa. Anchagina ochibdi mana shu darvozamiz. Shu listlar ham o'sha qalinida bo'lgan mana. Bunikini ham narxi 550 ming so'mdan chiqadi, 6 million 200 ming so'mga to'g'ri keladi. Borib o'rnash bilan, ha? Borib o'rnatib berishimiz bilan. Mana shu ko'rib turgan darvozamiz. Xo'p, yaxshi. Endi ketdik navbatdagi. Endi bu yerda o'zimizga yasagan darvozamiz bor bu yerda. Ishlab chiqarish. Buni qaranglar, uzunligini, u po'ysib ketdi. Balandligiga 3 metr, uzunasiga iniga 7 metr. 7 metr. 7 metr rolili bo'lgan mana tagida. Rolili, ha. Mana bunaqa narsalari bor, ustanovkalarni qilamiz. Shuni hisobiga uzun bo'pti-da bu darvozamiz. Yerda yonga borib kelib ochiladi. Mana tagida rolilari. Rolilar bo'ladi. Gladkini ustida borib kelib yurib ochiladi. Bunga bitta motor qo'yamiz. Surmasi pultdan ochib yopadigan qilamiz. Pultli qilib berasizlarmi? Shunaqa. Gap yo'q. Ana o'rtoqlar. Bu nima deydi? Ko'proq haligi skladlarga ishlab chiqarish, tashkilotlar bo'ladi, katta bazalar. Shunaqa joylarda ichkaridan turib bosasiz ochiladi, yopiladi. Ana o'rtoqlar, bemalol. Bunikini ham profillari 8 lik profilli qalinida bo'lgan, chekkalarga ponna 2.1 stenkasi ishlatganmiz, asosiy kuch keladigan joylarga ichiga 1.7 ishlatganmiz. Listlar ponna katta ko'zi, kichkina ko'zi 1.3 bo'lgan. Xudo xolasa shu holatda chiqqan o'sha kraskalar, o'sha original kraska, Devo. Buning kvadrati? Buning kvadrati endi buni o'zimizga yasaganimiz hisobiga narx chiqmagan. Nima desangiz, ko'chaga yasamaganmiz, o'zimiz ishlab chiqarishga o'rnatamiz. O'zimiz ishlab chiqarishga. Narxi mana ularda oz-moz farq qiladi. Aloqaga chiqsa, kelishtirib beramiz narxini. Kelishtirib beriladi. Yo'lda qilib beramiz. Bu uzunligini farqi yo'q, ha? Uzunligini farqi yo'q. Kattaligi farqi yo'q. Nimaga undan qimmat chiqadi deb o'ylashlari mumkin. Endi bunga kesaklarda ham kam material ishlaydi. Bunga tagiga ishlaydi shivellar. Har bitta ustunlarga mana shu yerda 3 bo'lak qilib juplab 2 barobar kesak ishlaydi. Tepaga chiqaramiz juplab, orasida bo'lib keladi-da. Tepaga ham tortamiz. Darvoza borganda qimillama bo'lib kelish uchun o'shanga kelish kerak-da. Unga nisbatan material ko'p ishlar kesaklarda. Ozmoz farq qilib qoladi. Ustanovkasini ham kerak bo'lsa 2 kun ustanovka qilamiz bunikini. Keyin bunga motorchi qo'yiladi. Shunaqa tagini 0 ga o'ldirib beton quyiladi, 0 bo'lmasa yana bo'lmaydi. Xullas har xilchasi ko'p narsa. Buni ko'p ekanda, demak, oson emas ekanda. Ozgina mehnat talab qiladi, narxi ham balandroq chiqadi. Demak, joyiga qarab haliga chiqarganda demak. Shunaqa, necha metr joylar bo'lsa, bir o'lcham, misol 5 metrli joy bo'lsa, darvozamiz 5,5-6 metrga to'g'ri keladi. Sababi yopilganda ikkita yonni yopish kerak. Shuni hisobiga tushunarli. Joyi necha bo'lsa ozgina kattaroq yasaladi buni. Demak, o'rtoqlar telefon qildingizlar, aka bilan kelishar ekansizlar-da endi narxini, ha? Shunaqa kelishtirib beramiz, xudo xolasa. Kelishtirib beramiz. Xudo xolasa boshqa joylardan arzon. Birinchi qo'l ishlab chiqarish o'zimizda. Birinchi qo'l ishlab chiqarish, o'rtoqlar, sexdan video qilyapmiz, xudo xolasa. Ba'zilar telefon ham qilishadi-da, optim oladiganlarga optim yasab ham beraveramiz. Sababi biz o'zimizda hamma narsasi birinchi qo'ldan chiqadi. Ober so'chaveradi bizdan. Demak, optim foydalanaman deganlarga ham shunaqa yasab beraveramiz. Berilaveradi. Tushunarli. Darvoza ustalar bo'ladi-ku, qo'yib vitrina. To'g'ri. Bu darvozamiznikini ham pechatli darvoza. Eniga 3,5, balandligi ham 3,5 bo'lgan. Tepasida tahiyasi bor, 60 santimetrdan pastda ochiladi. Ikkita qanot splashnoy, eshigi ko'chadan kelganda o'ngda bo'lgan. Listlar o'sha 1.3 qalin listlar bo'lgan. Ponna katta ko'z, kichkina ko'zgacha 6 ga to'g'ri profil ishlagan. Kesakisi 8 ga 6 profilli, 1.7 stenkasi bo'lgan. Oyog'ini tagi shivellar. Tagi shivellar. O nargini sal boshqacha fason ekanda bunda. Boshqacha fasoni nержавейga yopishtirilgan. Shunaqa. Gullari bunaqa fasonida ozgina farq qiladi. 2 qanot bo'lgan, addenni kalit kelgan qilib beraveramiz xohlovchilarga. Narxi ular bilan 50 ming so'mdan farq qiladi. Sababi nержавейga ishlatganmiz. Nержавейga ishlangan hisob. O'shaning hisobiga ozgina detal yopishgan bitiga narxi balandroq chiqadi. Bunikini narxi 600 ming so'mdan to'g'ri keladi 1 kvadrat metri. Obsh ko'rinishda 7 million 400 ming so'mga
obara uстановka qilib beramiz. 7 million 400 ming so'mga borib o'rnaydi. Shunaqa. Endi Yaxshi. bularni hozir bu yerda zakazlar bor, reklama qilganimiz bor. Deylik, срочный darvoza kerak bo'lsa telefon qilishsa, bizda deylik Tayyorlari ham bo'ladi. 60 ta tayyor darvozalar ham bo'ladi. Listlik ham, pechatlik ham. Narx razmer tushib qoladigan bo'lsa, narxini kelishsa, Ha, bo'ldi, o'rtoqlar. Srochniy Misol o'rnatib uchun beramiz. srochniy, misol uchun ko'p joylarda haligi to'y boshlab qo'yganda hali srochniy bo'lib qoladi-yu, uspet qilmay qolishadi. Misol uchun bitta darvoza zakaz berishsa 15 kun, uzog'i 1 oy nari beri vaqt ketib qoladi. kutib Shunaqa o'tirishmaydi. kutib o'tirmaysizlarda, shu srochniga o'rtoqlar tayyor darvozalar ham bor. Darvozaxonangiz razmerini aytasiz. Bularda doim darvoza bo'ladi. Agarda siz darvozaxonangizga tushadigan darvoza bo'lsa, Shunaqa. sirrazi 17tasiga olib borib o'rnatib ham Obara beriladi. uстановка qilib beramiz. Gap. Hamma razmerda tayyor turadi. Misol, shu razmerda turgan bo'lsa, tayyor ham shu razmerda, ya'ni zapasda tayyor turadi. bo'ladi. Tushunarli. Bu darvozamizni ham yangilik fason bu ham bilasizmi? Mana biz high-tech birinchi bu fason chiqqan. Bundan keyin mana bu Dubai fasonda. Pechatniy varianti. Pechatniy varianti. Listliginiki ham bo'ladi Dubai fason. Bo'yiga 3 metr, eniga 3,5 metr bo'lgan. Ikkita qanot splashni ochiladi tepagacha. Eshigi o'ngda, o'rtada bo'lgan. Zamorlarni egalanikida uстановка qilib beramiz. RGB'larni yopishtirganmiz. Buni ham listda o'sha 1.3 qalin listda bo'lgan. Kesaksa 8 ga 4, 8 ga 6 profilda 1.7 stankasida bo'lgan oyog'ini tagi shivellar. Kvadrat qancha kraska? Bularniki 600 ming chiqadi buniki ham. 600 ming bu ham, ha? Общий ko'rinishda 6 million 300 ming so'mga to'g'ri keladi. 6 million 300 ming so'mga. Razmer necha edi? Eniga 3,5, balandligiga 3. Ana, o'rtoqlar 6 million 300 ming Shunaqa. so'mga mana darvozalar bor. Ko'p Qolgan darvozalar viloyatlarga- 3 ga 3, 3 ga 3,5 bo'ladi, ko'p Shunaqa, darvozaxonalar. Samarqandmi, Toshkentmi, Buxoromi, qayerga bo'lsa olib borib uстановка qilib beraveramiz. Shu narxi ichida. Shu narxda ichida olib borib o'rnash, o'lchash, Shunaqa. hammasi ichida. Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istongacha tamojniga yetkazib beramiz. Olib ketib olishadi. Bo'ldi, tushunarli. O'rtoqlar, mana ko'rdinglar, bu yerdagi hozir zakazga tayyorlangan darvozalarimizni e'tiborlarga taqdim etdik. Bemalol mana shu pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Albatta, Oybeguz kanalidan ko'rib chiqdik deganlarga chiroyli skidka bonuslar bilan olib borib o'rnatib beriladi. Misol uchun qo'ni qo'shningizda yo qarindosh urug'nikida boshqa sizga fasondagi darvoza ma'qul kelgan bo'lsa, uni ham rasmini tashlab beraverasizlar. Bu yer o'sha birinchi qo'l sexdan video qilyapmiz. Boshqa darvozachi akalar bilan bemalol solishtirib ko'rib olishaveradi, narx-namovasini. Shu narx-navosini ham sifatida kamchiligi bo'lsa ham darvoza menga qo'layroq zakaz qilishadi. Agar darvoza yoqmaydi, palonchinikidan sifatida kam joyi bor ekan desa, darvoza menga qo'layveradi. Pullarni qaytarib beraman. Demak, darvozaga garantiya bor. Garantiya, sifatiga ham, boshqasiga ham bemalol gapiraveramiz. Gap yo'q. Hijolatchiligi yo'q. Qo'llaringiz dard ko'rmasin, xudo xolasa el yurt xizmatidan charchamanglar, xudo xolasa bundan-da yangi fasondagi darvozalarni kutib qolamiz. Charchamanglar. Rahmat.